Bugun juda ko'p odamlarni qiynayotgan savolni ochiq va tushunarli qilib tushuntirib beraman. Nima uchun yosh ustamasi hammaga ham kelmaydi? Kimdir aytadi, men falon yoshga kirdim. Qo'shnimga ustama qo'shildi, menga esa yo'q. Yana kimdir? Onamning pensiyasiga qo'shishdi, otamnikiga qo'shishmadi. Bu adolatdanmi deb so'raydi. Mana shu masala har bir oilaga tegishli. Chunki bugun sizning ota-onangiz ertaga o'zingiz yoki yaqinlaringiz shu holatga duch kelishi mumkin. Bu ma'lumot juda muhim. Chunki odamlar ko'pincha o'z haqini bilmagani uchun pulini vaqtida ola olmaydi. Ba'zan esa umuman murojaat qilmaydi. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki men kimlarga yosh ustamasi berilishi, kimlarga berilmasligi, qaysi holatlarda hujjat talab qilinishi, qaysi holatlarda tizim avtomatik ishlashi kerakligi va xatolik bo'lsa nima qilish kerakligini batafsil aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumotni ko'proq odam ko'rishi kerak. Avvalo, yosh ustamasi deganda odamlar turli narsani tushunadi. Kimdir pensiyaga yoshga qarab qo'shiladigan qo'shimcha to'lovni nazarda tutadi. Kimdir nogironligi bo'lgan shaxslar yoki yolg'iz keksalar uchun beriladigan qo'shimcha imtiyozni o'ylaydi. Kimdir esa muayyan yoshga yetganda avtomatik qo'shilishi kerak bo'lgan pensiya ustamasini aytadi. Shuning uchun eng katta muammo shundaki, xalq orasida nom bir xil aytiladi, lekin huquqiy asoslari, shartlari va to'lash tartibi har xil bo'lishi mumkin. Oldin ko'p jarayonlar, qog'oz hujjatlar orqali yuritilgan. Inson yoshga to'lgandan keyin o'zi borib ariza yozardi, pasportini ko'rsatardi, pensiya daftarchasi yoki boshqa hujjatlarni topshirardi, mas'ul xodim ma'lumotlarni tekshirardi, keyin ustama tayinlanardi. Bunday tartibda muammo ko'p bo'lgan. Kimdir ariza yozishni bilmagan, kimdir vaqtida bormagan, kimdir hujjatda xato bo'lgani uchun kechikkan, yana kimdir o'zi qo'shila deb kutib yurgan. Hozir esa ko'p holatlarda davlat organlari ma'lumot almashinuvi orqali ishlaydi. Ya'ni tug'ilgan sana, pensiya turi, yashash joyi, nogironlik holati, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiya yoki boshqa to'lovlar elektron bazalarda ko'rinadi. Nazariy jihatdan agar inson belgilangan yoshga yetgan bo'lsa va qonun bo'yicha unga ustama tegishli bo'lsa, tizim buni aniqlab to'lovga qo'shishi kerak. Lekin amaliyotda hamma narsa doim sirli ketavermaydi. Ba'zida xato bo'lishi mumkin. Tug'ilgan sana noto'g'ri kiritilgan bo'lishi mumkin. Pensiya turi boshqa ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Inson boshqa toifadagi to'lov olayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun yosh ustamasi hammaga birdek avtomatik kelmaydi. Eng muhim jihat, ustama yoshga yetgan har qanday odamga emas. Qonunda belgilangan shartlarga mos kelgan odamga beriladi. Mana shu farqni tushunmaslik ko'p norozilikning asosiy sababidir. Birinchi navbatda pensiya yoki nafaqa olayotgan shaxs o'zining to'lov turini aniq bilishi kerak. Masalan, fuqaro yoshga doir pensiya olyaptimi? Nogironlik pensiyasi olyaptimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olyaptimi? Ijtimoiy nafaqa olyaptimi? Yoki boshqa turdagi moddiy yordam olyaptimi? Chunki yosh ustamasi aynan qaysi to'lov turiga qo'shilishi qonun bilan belgilanadi. Bir to'lov turida ustama bor, boshqasida bo'lmasligi mumkin. Odam esa tashqaridan qaraganda hammasini pensiya deb ataydi. Masalan, birinchi holatni olaylik. Taqazim yoshga kirgan otaxon yoshga doir pensiya oladi. Uning pasportdagi tug'ilgan sanasi elektron bazada to'g'ri ko'rsatilgan. U pensiyani har oy bank kartasiga oladi. Agar qonun bo'yicha shu yoshdan boshlab qo'shimcha ustama nazarda tutilgan bo'lsa, bunday holatda ustama avtomatik qo'shilishi ehtimoli yuqori. Otaxon ariza yozmasa ham. Keyingi oy yoki belgilangan muddatda pensiya miqdori oshganini ko'rishi mumkin. Endi ikkinchi holat. Boshqa bir kishi ham taqdim yoshga kirdi, lekin u boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov oladi. U ham men ham shu yoshga kirdim. Nega menga qo'shilmadi deb so'rashi mumkin. Javob shuki, agar yosh ustamasi faqat yoshga doir pensiyaga yoki muayyan pensiya turiga qo'shiladigan bo'lsa, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasiga u avtomatik tatbiq etilmasligi mumkin. Bu sizga e'tibor berilmadi degani emas, balki to'lov turi boshqacha degani. Uchinchi misol. Bir ayol 5 yoshda nogironligi bor, u nogironlik pensiyasi oladi. Ba'zi holatlarda nogironlik bo'yicha allaqachon qo'shimcha to'lov yoki alohida hisob-kitob qilingan bo'lishi mumkin. Agar qonunchilikda bir xil mazmundagi ikki ustamani bir vaqtning o'zida to'lash taqiqlangan bo'lsa, yosh ustamasi alohida qo'shilmasligi mumkin. Odamga bu tushunarsiz tuyuladi. Axir yoshim ham bor, nogironligim ham bor deydi. Lekin pensiya tizimida bitta holat uchun bir ustama, boshqa holat uchun boshqa ustama bo'ladi. Ayrimlari qo'shiladi, ayrimlari esa bir-birini takrorlasa qo'shilmaydi.
To'rtinchi misol. Otaxon daqimi yoshga kirgan, lekin uning pasportida tug'ilgan sana 1944 yil deb yozilgan. Elektron bazada esa 1945 yil bo'lib qolgan. Yoki eski hujjatda tug'ilgan kuni 15 mart, bazada 15 aprel. Natijada tizim uni hali kerakli yoshga yetmagan deb hisoblaydi. Oila esa bir oy, 2 oy kutadi. Ustima kelmaydi. Bunday holatda muammo qonunda emas, ma'lumotlar bazasida. Bu juda ko'p uchraydigan holat. Ayniqsa eski pasport, eski tug'ilganlik guvohnomasi, migratsiya ma'lumotlari yoki avvalgi ro'yxatdan o'tish hujjatlarida tafovut bo'lsa. 5-misol. Inson boshqa hududga ko'chgan. Pensiya ishi bir tumandan boshqasiga o'tgan, lekin ma'lumotlar to'liq yangilanmagan. Masalan, avval Andijonda pensiya olgan, keyin Toshkentga ko'chgan. Yashash manzili o'zgargan, bank kartasi yangilangan. Lekin pensiya bazasida ayrim ma'lumotlar eski qolgan. Shunda yosh ustamasi kelishi kechikishi mumkin. Bunday vaziyatda odam menga bermayapti deb o'ylaydi. Aslida esa hujjatlar bog'lanishi yoki elektron ish ko'chishi yakunlanmagan bo'ladi. 6-misol. Ba'zi odamlar pensiyani o'z vaqtida rasmiylashtirmagan bo'ladi. Masalan, ayol 60 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin edi. Lekin hujjatlarni 12 yoshida topshirgan. Keyin u muayyan yosh ustamasi haqida eshitadi va menga oldingi davrlar uchun ham to'lab berishsin deydi. Bu yerda muhim savol tug'iladi. Ustama qaysi kundan hisoblanadi? Qonunda ariza berilgan sana, huquq paydo bo'lgan sana yoki pensiya tayinlangan sanadan hisoblash tartibi alohida belgilangan bo'lishi mumkin. Shuning uchun men oldin bilmaganman degan holat har doim ham oldingi yillar uchun pul to'lab beriladi degani emas. Kimlar xavotir olishi kerak? Agar siz yoki yaqinlaringiz belgilangan yoshga kirgan bo'lsa, lekin pensiya miqdorida o'zgarish bo'lmasa, albatta tekshirish kerak. Agar sizning pensiya turi murakkab bo'lsa, masalan, nogironlik boquvchisini yo'qotganlik, ijtimoiy nafaqa maxsus imtiyozli pensiya bo'lsa, yanada ehtiyot bo'lish kerak. Agar hujjatlari tug'ilgan sana ism sharif, familiya yoki pasport seriyasi bo'yicha farq bo'lsa, bu ham ustama kelmasligiga sabab bo'lishi mumkin. Kimlar uncha xavotir olmasa bo'ladi. Agar pensiya turi aniq yoshga doir pensiya bo'lsa, tug'ilgan sana bazada to'g'ri bo'lsa, bank to'lovlari muntazam kelayotgan bo'lsa va siz belgilangan yoshga yaqinda kirgan bo'lsangiz, ba'zan tizimda 1 oylik texnik kechikish bo'lishi mumkin. Lekin baribir 3 oy, 4 oy kutib yurish kerak emas. 1 oy o'tdi, 2-oy ham o'zgarish bo'lmadi, demak tekshirtirish kerak. Eng ko'p uchraydigan nozik jihatlardan biri shuki, odam pensiya miqdori oshganini har doim ham sezmaydi. Nega? Chunki 1 oyda boshqa ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Masalan, aliment kredit bo'yicha ijro hujjati, ortiqcha to'langan pensiyani qaytarish, bank komissiyasi yoki boshqa ushlab qolishlar. Pensiya aslida oshgan bo'ladi, lekin qo'lga tushgan summa deyarli o'zgarmaydi. Shuning uchun faqat karta kelib tushgan pulga qarab xulosa chiqarmang. Pensiya hisob-kitob varaqasini yoki to'lov tafsilotini so'rang. Ikkinchi nozik jihat, hamma ustamalar bir vaqtda qo'shilmaydi. Masalan, inson bir oy ichida ham yosh bo'yicha huquqqa ega bo'ladi. Ham pensiya qayta hisoblanadi. Ham indeksatsiya bo'ladi. Ba'zan tizim avval umumiy oshirishni, keyin shaxsiy ustamani hisoblaydi. Natijada odam qaysi pul nimaga qo'shilganini tushunmay qoladi. Shuning uchun pensiyam 20 ming so'mga oshdi. Demak, yosh ustamasi shu ekan deb aytish ham xato bo'lishi mumkin. Balki uning ichida umumiy oshirish bor. Yosh ustamasi esa hali qo'shilmagan. 3-nozik jihat, yashash joyi va ro'yxat masalasi. Ayrim to'lovlar doimiy yashash manzili, vaqtincha ro'yxat yoki haqiqatda yashash holatiga bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner farzandlariniki yashaydi, lekin ro'yxati boshqa tumanda. Pensiya ishi boshqa joyda yuritiladi. Agar qo'shimcha to'lov tayinlashda mahalla, tibbiy xulosa yoki ijtimoiy himoya organi ma'lumoti kerak bo'lsa, manzil tafovuti jarayonni cho'zadi. 4-nozik jihat. Menga tanishimga berishdi degan solishtirish har doim ham to'g'ri emas. 2 kishi bir yoshda bo'lishi mumkin, lekin pensiya turi, ish staji, nogironlik guruhi, imtiyozli maqomi, yolg'iz yashashi, parvarishga muhtojligi. Oldingi qayta hisob-kitoblar mutlaqo boshqacha bo'ladi. Masalan, qo'shningiz tarin 2 yoshda va yoshga doir pensiya oladi. Siz ham tarin 2 yoshdasiz, lekin ijtimoiy nafaqa olasiz. Tashqaridan ikkalangiz ham pensioner ko'rinasiz. Lekin huquqiy jihatdan bir xil emassiz. 5-nozik jihat, avtomatik qo'shilishi kerak degan gap doim men hech narsa qilmayman degani emas. Ha, davlat tizimi ko'p ma'lumotni o'zi olishi kerak. Lekin bazada xato bo'lsa, hujjatda tafovut bo'lsa yoki insonning maqomi o'zgargan bo'lsa,
baribir murojaat qilish kerak bo'ladi. Masalan, parvarishga muhtojlik, yolg'iz yashash, nogironlik guruhining o'zgarishi, vasiyning tayinlanishi kabi holatlar ko'pincha qo'shimcha tasdiq talab qiladi. 6-nozik jihat. Ayrim ustamalar bir-biriga qo'shilmaydi yoki faqat yuqoriroq miqdordagisi tanlanadi. Bu ko'pchilikka yoqmaydi, lekin pensiya qonunchiligida bunday prinsip uchrashi mumkin. Masalan, fuqaro bir vaqtning o'zida ikki xil imtiyozga mos keladi. Lekin qoidada bir nechta asos mavjud bo'lsa, ulardan biri bo'yicha to'lanadi deb yozilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun xodim sizga bu ustama chiqmaydi desa, darhol janjal qilishdan oldin qaysi bandga asosan chiqmasligini yozma ravishda so'rash kerak. 7-nozik jihat, pul kechikib kelsa, u har doim yo'qolib ketdi degani emas. Agar sizga ustama huquqi borligi tasdiqlansa, ayrim holatlarda oldingi davr uchun ham qayta hisob-kitob qilinishi mumkin. Lekin bu muddat tartib va sababga bog'liq. Agar kechikish davlat organi yoki tizim xatosi sababli bo'lsa, bir tartib. Agar fuqaro hujjat topshirmagani sababli bo'lsa, boshqa tartib. Shu sababli murojaat qilganda faqat ustamamni bering demang, qaysi sanadan hisoblab berilishi kerakligini ham tekshirib bering deb yozing. 8-nozik jihat. Bank kartasiga pul tushishi bilan pensiya jamg'armasidagi hisob bir xil ko'rinmasligi mumkin. Ba'zi banklar to'lovni bir kun kech chiqaradi. Ayrim hollarda karta muddati tugagan bo'ladi. SMS xabarnoma kelmaydi, lekin pul hisobda turadi. Odam esa ustama kelmadi deb o'ylaydi. Shuning uchun bankdan karta holatini ham tekshirtirish kerak. Ayniqsa pensioner kartasini o'g'li, qizi yoki boshqa qarindoshi ishlatayotgan bo'lsa, pul tushgan tushmaganini aniq nazorat qilish lozim. Endi eng muhim qism, nima qilish kerak? Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, pensiya turini aniqlang. Buning uchun pensiya tayinlanganligi haqidagi hujjat pensiya jamg'armasidagi ma'lumotnoma. Davlat xizmatlari orqali olingan ma'lumot yoki hududiy pensiya bo'limi javobini ko'ring. Men pensiya olaman degan umumiy gap yetarli emas. Siz aynan qaysi asosda olishingizni biling. Yoshga doir nogironlik boquvchisini yo'qotganlik, ijtimoiy nafaqa yoki boshqa tur. Ikkinchi qadam, tug'ilgan sana va shaxsiy ma'lumotlarni tekshiring. Pasportdagi ma'lumot, ID karta, tug'ilganlik guvohnomasi, pensiya bazasi, bank ma'lumotlari bir xil bo'lishi kerak. Familiyada bitta harf farq qilsa ham, masalan Karimova o'rniga Karimova, ortiqcha bo'sh joy yoki eski familiya qolgan bo'lsa ham, elektron tizimda muammo paydo bo'lishi mumkin. Agar xato topsangiz, avval shaxsiy ma'lumotni to'g'rilash bo'yicha murojaat qiling. 3-qadam, oxirgi 3-6 oylik pensiya tushumlarini chiqarib oling. Bankdan karta ko'chirmasini oling yoki mobil ilovadan ko'ring. Lekin faqat bank ko'chirmasi yetarli emas. Pensiya hisob-kitobida asosiy pensiya, ustama, qo'shimcha to'lov, ushlab qolish kabi bo'limlar bo'lishi mumkin. Shuni pensiya bo'limidan so'rang. Shunda siz pul oshganmi? Nima hisobiga oshgan? Nimadir ushlab qolinganmi? Aniq ko'rasiz. 4-qadam, hududiy pensiya jamg'armasiga yoki vakolatli davlat organiga yozma murojaat qiling. Og'zaki borib so'rash foydali, lekin og'zaki javob keyin isbot bo'lmaydi. Arizada shunday yozing. Men falon sanada falon yoshga to'ldim. Amaldagi qonunchilikka muvofiq yoshga doir ustama yoki qo'shimcha to'lov tayinlanishi masalasini tekshirib, menga yozma javob berishingizni so'rayman. Agar ustama tegishli bo'lsa, qaysi sanada va qancha miqdorda hisoblanganini ko'rsatishingizni so'rayman. Agar tegishli bo'lmasa, qaysi qonun yoki qoidaning qaysi bandiga asosan rad etilganini yozma tushuntirishingizni so'rayman. 5-qadam. Hujjatlarni tayyorlang. Odatda kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar: pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya oluvchining shaxsiy identifikatsiya raqami, pensiya hujjati yoki ma'lumotnomasi, bank karta rekvizitlari. Tug'ilganlik guvohnomasi kerak bo'lsa, nogironlik bo'yicha tibbiy mehnat ekspert komissiyasi ma'lumoti, yashash joyi bo'yicha ma'lumot, vasiy yoki ishonchli vakil murojaat qilsa ishonchnoma. Hamma holatda ham bularning barchasi talab qilinmaydi, lekin tayyor bo'lsa jarayon tezlashadi. 6-qadam, javobni kuting, lekin nazoratsiz qoldirmang. Murojaat raqamini oling, qachon topshirganingizni yozib qo'ying. Arizaning nusxasiga qabul qilingan sanani qo'ydiring yoki elektron murojaat bo'lsa skrinshot saqlang. Agar belgilangan muddatda javob kelmasa, yuqori turuvchi tashkilotga yoki murojaatlar portali orqali qayta yozing. Hech qachon xodim aytdi, bo'lmaydi ekan degan og'zaki gap bilan to'xtab qolmang. Yozma javob bo'lsa, keyingi qadamni qilish oson bo'ladi. 7-qadam, rad javobi kelsa, uni tahlil qiling. Rad javobida aniq sabab bo'lishi kerak. Masalan,
Sizning pensiya turingiz bo'yicha bunday ustama nazarda tutilmagan. Sizga mazkur ustama boshqa asosda to'langan. Ma'lumotlar bazasida yoshga yetmagan deb ko'rsatilgan. Qo'shimcha hujjat taqdim etilmagan kabi. Agar javob umumiy, noaniq yoki tushunarsiz bo'lsa, qayta murojaat qilib, banma-ban izoh so'rang. 8-qadam, agar haqiqatan xato bo'lsa, qayta hisob-kitob talab qiling. Arizada ustama tayinlash bilan birga o'tgan davr uchun qayta hisob-kitob qilish masalasini ham ko'rsating. Masalan, inson 2024 yil 10 yanvarda belgilangan yoshga kirgan, lekin ustama 2024 yil iyundan qo'shilgan bo'lsa, yanvar-iyun oralig'i nima bo'ladi? Mana shu savolni rasmiy ravishda bering. Har bir holatda alohida tekshiriladi, lekin so'ramasangiz masala ochilmay qolishi mumkin. 9-qadam, qarindoshlar mas'uliyatli bo'lsin. Ko'p keksalar hujjat ishini o'zi yurita olmaydi. Farzandlari esa pensiya kelib turibdi-ku deb befarq bo'ladi. Men tavsiya qilaman, ota-onangizning pensiya turini, kartasini, hujjatlarini, tug'ilgan sanasini, oxirgi to'lovlarni yilga kamida bir marta tekshirib qo'ying. Bu nafaqat yosh ustamasi, balki boshqa imtiyozlar uchun ham muhim. 10-qadam, mish-mishlarga ishonmang. Hammaga berilar ekan, faqat tanish borlarga berar ekan. Ariza yozmasa ham o'zi kelar ekan. Bir marta borsang bo'ldi degan gaplarning hammasini hujjat bilan tekshiring. Pensiya va ustamalar masalasida eng kuchli qurolingiz bu yozma murojaat, rasmiy javob va to'g'ri hujjatlardir. Demak, yosh ustamasi hammaga ham kelmasligining asosiy sababi shuki, bu to'lov yoshning o'ziga emas, qonunda belgilangan shartlarga bog'liq. Pensiya turi, hujjatlardagi ma'lumot, elektron bazadagi holat boshqa ustamalar bilan uyg'unligi. Yashash joyi va murojaat tartibi katta rol o'ynaydi. Qo'shningizga kelib, sizga kelmasa, bu har doim adolatsizlik degani emas. Lekin bu tekshirmasdan qo'yish kerak degani ham emas. Agar siz yoki yaqinlaringiz belgilangan yoshga kirgan bo'lsa, pensiya turi va hujjatlarni tekshiring, to'lov tafsilotini oling, pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qiling va javobni talab qiling. Eng muhimi, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Haqingiz bo'lsa, uni hujjat asosida talab qiling. Sizlarda shunday holat bo'lganmi? Yosh ustamasi vaqtida qo'shildimi yoki kechikdimi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onasi, buvisi, bobosi yoki pensioner yaqinlari bor tanishlaringizga albatta yuboring.